Do'stlar, iPhone 16 Pro Max telefonni kamerasini remont qilib berishga olib qo'yganman. Ko'rasizlar, 1x kamerada lazerdan tushgan dog' izlari bor. 1x yopib turdim. Endi esa zoom kameraga o'tamiz. Zoom kamerani ham ko'rasizlar, shunaqa dog'lar tushib ketgan lazerdan bu. Buni o'zidan remont qilib bo'lmaydi. Chunki to'g'ridan-to'g'ri matrisaga tushgani hisobiga o'sha matritsa kuygan. Bu telefonni esa men bez HP qilib remont qilib berishga olib qo'yganman. Hozir bez HP qilib remont qilib beraman. Sizlar bilishingiz uchun mana imeykasini va versiyasini ko'rsataman. iOS 26. Imeykasini ham ko'raylik. Hozir men sizlarga remont qilib turib, yana ko'rsatib, kamerani tekshirib, imeykalari bilan solishtirib beraman. Do'stlar, telefon tayyor bo'ldi. 16 Pro Max'imiz. Hozir yoqib sizlarga noldan yoqaman. Ahamiyat berasizlar. Yoqib sizlarga hozir tekshirib ko'rsataman. Mana ko'rdinglar, telefon noldan yondi. Birinchi o'rinda kameraga kirib tekshirib ko'ramiz. Mana bu yerda zametliniyaga o'taman-da. Xo'p, mana ko'rib turibsizlar, 1x kamerani qo'lim bilan yopdim. Ko'rishingiz mumkin, hech qanaqa lazerda izi yo'q. Mana. Endi zoom kameraga o'tamiz. 5x bu. Zoom kamerani ko'rib turibsizlar, qo'lim bilan yopib turibman. Bunda ham hech qanaqa dog' yo'q. Oxirida mana 05 kamera, tepa kameramiz. Ko'rib turibsizlar, bu yerda ham yog' yo'q, dog' yo'q, tiniq bo'lib turibdi. Mana endi nastroykaga kiraman-da, sizlarga yana bir marta imeykasini ko'rsatib o'taman. Mana ko'rishingiz mumkin, iOS 26 da hali ham. Imeykasini ko'ra oldinglar. Nastroykada hech qanaqa kamera almashgan yoki neizvestniy deb tolagan joyi yo'q. Ko'rdinglar, buni ham iloji bor. Hech qanaqa ошибкasiz 16 Pro Max da kamerasini remont qilib berdim. O'zini kamerasini holatini ko'rsatib o'tdim sizlarga.